Assalomu alaykum. Bu videoyim Bolgariyadan 3 oylik viza qilib beradigan O'zbekistondagi vizachilarga. Xullas, bundan bir necha oylar oldin Slovakiya vizasi va Slovakiya mavzusini ko'targan edim. Endi hozir Bolgariya mavzusini ko'taraman. Oxirigacha eshitinglar. Bu videoyimning to'liq versiyasi YouTube kanalimda qo'yiladi. TikTokka qo'ysam ko'pchilik shunday o'tkazib boryapti. YouTubedan bemalol ko'rishlaringiz mumkin o'tib. Xullas, nima demoqchiman? O'zbekistondagi ayrim agentstvalar Bolgariyaga 3 oylik sezonniy viza qilib beradigan, qo'pol qilib aytganda dalboyoblar. O'sha dalboyoblar menga chiqsa, men o'zim srazi gaplashaman. Lyuboy o'sha yerdagi konsalting, sentralniy viza center nimalardir bor-ku, nom qo'yib olib, har xil nomlar qo'yib olib O'zbekistondan 3 oylik vizani taqqilatib berayotgan vizachilarga. Qaranglar, O'zbekistondan Bolgariya 3 oylik sezonniy mavsumiy vizani qilib berib yuboryapsizlar. Aldab ana u yerdagilarni, ana bu ishga borasiz, siz shofyorlikka borasiz deyapsizlar-ku, lekin bu yoqqa kelyapti, zavodda gruzchilik qilyapti. Siz mehmonxona ishiga borasizlar deyapsizlarda, mehmonxona anaqa bir nimalarni o'rganasizlar deyapsizlarda, lekin ko'chalarni tozalab yuribdi u odamlar. O'sha mehmonxonani atroflarini bu yoq qilib, mehmonxona kuxnisida ishlaysizlar deb yuboryapsizlarda, boshqa ishlarni qildiryapti. Endi xullas nima demoqchiman? Sizlar olyapsizlar, halolinglar bo'lsin. Sizlarga yana bir marta aytaman, olinglar, halolinglar bo'lsin, lekin 3 oylik viza bilan shu ishlaydi, yana obratni qaytib ketish kerak. Sizlarga $1,500 beryapti u. Ko'pchiliklarni bilaman, qaysi odamdan va qaysi konsalting, qaysi vizaviy sentrdan qilib kelganini bilaman. O'sha odamlarning ko'pchiligi Polshaga keldi, Polshaga ishga qo'ydik. Aytayapti, kim orqali kelganini, kim jo'natganini, kim aldab jo'natganini hammasini aytib turibdi. Bilib turibmiz. Xullas, ularga rostini aytib yuboringlar O'zbekistondan. 3 oy borasan, mana shu joyda 3 oy ishlaysan, obratni qaytasan, bo'ldi, всё denglar. Nima qilasizlar? Ularni dalcha ishlaysan, dalcha ID kartasini olasan, dalcha ishlarimiz bor deb nimaga aldaysizlar? Bu yerga kelgandan keyin dalcha Bolgariyani o'zida sizni 3 oylik vizangiz orqali boshqa ishga olmaydi-ku, faqat o'sha sizni bergan bir martalik vizangiz faqat o'sha imminni o'sha ishxonaga o'tadi, boshqa joyga o'tmaydi-ku. Lekin u bechoralar o'ylab kelyapti-yu, dalshi boshqa joyga borib ishlashim mumkin, Schengenga kirib olsam bo'ldi, Polshaga yo boshqa davlatda ishlayman degan fikr bo'ladi. Ularning fikri, ularning xayoli dalshi 1 yil, 1,5 yil, 2 yil ishlash, 3 oy ishlash emas. Shuni bilib olinglar. Nima qilasizlar? Odamlarni aldab, bitta ko'pchilik menga telefon qilyapti, Bolgariyadan qanday o'tsak bo'ladi, 3 oylik mavsumiy viza bizda. Qanday keladi ular? Qanday keladi? Savol sizlarga, qanday keladi? Yo'lda qo'ymasa, Bolgariya o'zi granitsani tiklagan bo'lsa, migrantlar uchun boshqa yo'lga qo'ymasa, yo'lga kelayotganda ovora qilsa, boshqa narsa qilsa, odamlar o'sha holatda ham 3 oylik vizasi bilan 850 yevro berib, taksilar orqali yashirincha yo'llar bilan kelyapti Bolgariyadan Polshaga dokument topshiryapti. Lekin sizlar u yerdan aldab jo'natib yormanglar, iltimos. Oldin bir Slovakiya mavzusini ko'targan edim, ko'pchiliklar bilganda. Hozir endi Bolgariya mavzusini ko'taryapman. Qanaqa bir ahmoq aldab pul bo'lsa bo'ldi, pul bo'lsa onasini emsin bor-ku, solaverasizlar soqqani soqqaga urib, $1,500-2,000 olib. Ishlagan pulini olyapsizlar-da, o'sha 3 oylik ishlaydigan pulini sizlar bir martaga olyapsizlar, u kelib prosta sizlar uchun ishlab beryapti, xolos. Boshqa ish qilmayapti. Qanaqa insonsizlar bilan tushunmayman. O'zbekistonda qaraydigan odam yo'qmi bu borada yoki uni nazorat qiladigan odam yo'qmi? Ha? Bolgariyadan qanday o'tsin? Даже hozir ID kartasini olishni ham sekinlashtirgan. O'tgan yil ham bir video qildim, qaysidir bir ayolni video qilib, o'sha Bolgariya ID kartalarini oldirib qo'yib, qanday ketmaslik chora-tadbirlarini ko'rgan bir ayolni video qilgan edim. Endi yana shu mavzuni ko'taraman. Ogoh bo'linglar, aka-ukalar, birodarlar, Bolgariyada ishimiz bor degan agentstva, Turk konsaltinglarga aytinglar. 1 yillik viza qilib berasan yoki ID kartasini berasan, keyin shunda ishonib, keyin shunda pul berishimiz mumkin denglar. Ular 3 oylik viza qilib beramiz, tez borasiz, Polshaga ketasiz, Slovakiyaga ketasiz, u bo'ladi deydi. Hozir Polsha ham vizalar bo'yicha karta pobeda berishni qisib qo'ydi. Yo'q, endi o'sha narsa ham oldin bo'lib turgan narsa hozir yo'q. Qarang, tushunmayman sizlarni bor-ku. Bu videoyimni Bolgariyadan
Bolgariyaga 3 oylik viza qilib berayotgan konsaltinglarga ham yuboringlar va Bolgariyaga 3 oylik viza bilan kelmoqchi bo'lgan odamlarga ham yuboringlar. Bu videomizni bir ko'rsin, eshitsin, bilsin. Xullas kalom badassalom deganday videoga like bosinglar va oxirigacha shu nimamizni ko'ringlar. Sog' bo'lasizlar, sizlar bilan Feruz Poland bo'ldi.